Toshkentdagi mana bu 2 qavatli qizil avtobusdagi hech chiqib ko'rganmisiz? Shu paytgacha bunga faqat xorijiy sayyohlar chiqa oladi deb o'ylardim. Aslida esa u hamma uchun ekan. Bu avtobuslarda sayr qilishning boshqalaridan farqi unda ochiq o'rindiqlari borligida. Ya'ni shaharning eng go'zal nuqtalarini zavq bilan ochiq havoda tomosha qilib ketasiz. Safar O'zbekiston mehmonxonasidan boshlanib, shu yerda yakunlanadi. Qatnov vaqti esa har kuni soat 10:00 dan 18:00 gacha. Chiptalarni o'sha yerni o'zidan olishingiz yoki onlayn tarzda xarid qilishingiz mumkin. Narxlarga kelsak, bolalar va nafaqaxo'rlarga 75 ming so'm, 12 yoshdan kattalarga 125 ming so'm, xorijiy sayyohlarga esa biroz qimmatroq 200 ming so'm. Safar davomiyligi 1,5 soat. Avtobuslar 3 tagacha bekatda to'xtab o'tadi. Siz aynan o'sha bekatlarda tushib qolib, keyingi avtobus kelgunicha u yerni bemalol aylanib chiqishingiz mumkin. Avtobuslar o'sha to'xtab o'tadigan bekatlariga har 30 daqiqada kelib turadi va siz qo'lingizdagi chipta bilan yana qaytib chiqib, safaringizni davom ettirib ketaverasiz. Ha, chipta umumiy hisobda 1 kun davomida amal qilar ekan. Avtobuslar harakatga tushadigan manzil, ya'ni O'zbekiston mehmonxonasiga Amir Temur xiyoboni metrosidan chiqib kelsangiz bo'ladi. Aniqroq joylashuvini Telegram sahifamda ham qoldiraman. Shunaqa qiziqarli kontentlarni o'tkazib yubormaslik uchun menga obuna bo'ling.